qilyapsan? Bitta bari. Sizdan so'rash kerak buni. Telefoningizga santexnikchan deb yozib qo'ygan ekansiz. Santexnikchi sizgacha keldimi? Santexnik xotin santexnik mana suvimiz ishlamayapti, suvimiz. Suvni yuvmayapman, o'shanga chaqiruvdim. Ha, yo'q-e. Santexnik shunaqa kiyinadimi? Bular ham formasi o'zgartirib turadi-da, bir xil hech kim ham yo'qmaydi-ku. Senga ham aytaman. Ha, yaxshi. Unda bu kim? Assalomu alaykum. Shunda santexnik bolasi bilan kelganmi? Ay yo'q, bu santexnik zapchasi-ku. Balki sizni zapchasingizdir. Ay yo'q, bizdan zapchasi boshqa tashaganlar. Biroq ham hazan joy qarasizlar. Seryozni bo'ling-e. Bu yoqda yurdi. Yur. Mana. Kelin. Tanimyapsanmi? Bu qo'shni mahalladagi beva ayol-ku. Oldin eri santexnik edi. Uyimizda ishlarni qilib berardi. Hozir erining ishini davom ettirib yuribdi. Mana qizchasi bir o'zi yo'qolib ketgan. Kecha ko'chada sovqatib turgan ekan, gallan jinsdan bitta kurtka olib beraman deb bordim. Bitta sviter bilan kurtka olganga shim tega qilib qo'yishgan ekan. Maxsus aksiya qilib. Acha shunaqa insofli odam ekan ular. Ha, menga o'xshaganda, mana bevalarga yordam berib yuraman-ku. Biz ham bolalarimizni o'shadan kiyintiraylik. Ha, buni kiyintiramiz, hozir bilan shuni jo'natamiz. Yunusoboddagi fillarga zo'r tovarlar bor ekan. O'shada kiyintiramiz, bo'ladimi? Bo'pti, yur. Opajon, men bor uzrdan so'rash uchun nima? Qizim, senga amaking kecha kiyimlar berdim. Endi amakiga nima deyish kerak? Rahmat dadajon. Dada dedimmi? Ko'rdingmi, gallan jinsi kiyimlari dada deb yig'ib yuradi. Dada. Keta qolinglar qizlar, bo'lib ketamiz hozir.